Salom do'stlar, sizlar bilan bugun Playmaster kanali. Bugungi videomizda ko'rib turgan g'orilarda suruvlar qilamiz. Qani go bo'lmasa, birinchi bilan qo'yni o'ldiramiz. Qo'yni o'ldirdik, endi daraxt chopamiz. Daraxt chopib bo'ldik, endi g'orga borib toshga alab, o'zimiz kerakli tanitib kuchayishimiz mumkin. Daraxt yetmadi, yana bitta daraxt chopib, keyin toshga alab kuchayishimiz mumkin. Mana daraxt chopib bo'ldik, endi taxtaga aylantirib, kerka yasab, toshga alashga o'tamiz. Mana kerkani yasab oldik, endi toshga alaymiz. Toshga alashni ham boshladik. Toshlarni deyarli kovlab bo'ldik, endi tosh kerka yasab, qolganlarini ham kovlab olamiz. Ketdik, go. Bu yerda 30-40 taraf toshga alaymiz. Keyin granit chiqib bo'lsa, bu versiyada granit juda chiroyli narsa. Granitdan olamiz va uyga quramiz. Mana o'zi ham chiqdi granit. Ko'rib turganingizdek, juda chiroyli narsa granit. Uy qurishga juda mos keladi. Ayniqsa oq daraxt taxtasidan. Granitdan 30 ta olamiz, xuddi tosh kabi. Mana granitni olib ham bo'lamiz. Endi g'ordan chiqamiz granitni olib bo'lib. Mana g'ordan chiqib olib, endi craft qilamiz. Bitta bolta yasaymiz, bolta bilan daraxt chopamiz va u daraxtlar bizani uy qurishimizga kelajakda kerak bo'ladi. Qani daraxt chopishga go. O'sha birinchi daraxt chopib bo'lamiz. Birinchi daraxtdan 6 ta taxta daraxt tushdi. Mana bu ikkita birlashgan daraxtni ham chopib olamiz. Ikkita birlashgan daraxt yarmini ham chopib bo'ldik. Agar keyingi videolarda do'stim bilan survival olishni xohlasangiz, like va podpiska bosib qo'yinglar. Mana ikkita birlashgan daraxtni ham oxiriga chopib olmasak ham chopib bo'ldik. Endi bizga quyi kerak divan yasashimiz uchun. Birinchi quyi yana bitta quyi topgandik. Yana bitta quyi topgandik, hozir ham bitta quyi topdik. Endi ham bitta quyi topsak, 3 ta jun bo'ladi va 3 ta jundan biz bitta divan yasashimiz mumkin. Ana quyi ko'rganda bo'ldi, mana ikkita quyi bor ekan bu yerda. Mana u bir bo'lsa, mol ham bo'lsa, ovqat ham olib ketamiz. Mana kakras mol ham bor ekan. Endi ovqat zaxirasini g'amlab ketsak ham bo'ladi. Mana mollarni ham o'ldirib bo'ldik, endi uyga boramiz. Qayerdan skelet ovozi kelyaptimi? To'xtab qarayotgan orqaga. Yo'q, hech qayerda skelet yo'q-ku. Endi uyga boramiz. G'orimni yo'qotib qo'ydim. Endi bir boshdan izlash kerak. Mana shu g'ormidi yo bu boshqa g'or? Mana shu to'g'rilada edi. Ana quyi turganiga biz ko'rmamiz o'sha qo'ydi. Shuncha uzoq borib keldik. Evar uzoq borib kelganimiz yaxshi bo'ldi. Ovqat zaxirasini ham g'amlab oldik. Mana g'orimizni ham topib oldik. Endi g'orimizni yaqindan bitta uycha qurib qo'yamiz. G'orimizni har kun ko'rib turamiz keyin. Yanta chopgan daraxtlarimizni taxtaga aylantiramiz. Keyin uyni bir boshdan qurib boshlaymiz. Qani go bo'lmasa, kommentariyada qani go sizni necha marta ishlatganimni yoz qoldirasizlar. Mana uyning ustunlarini ham qurib oldik. Uyni bitta ustuni 4 ta blokdan bo'ladi. Uyni eni va bular esa o'zimiz xohlagancha qilsak bo'ladi. Zombi qayerdan paydo bo'ldi ertalabda? Mayli farqi, joni kam ekan, kerkamini o'ldirib tashlab qoldim.
Ana ustunlarning ikkitasini qurib bo'ldik, endi uchinchisini quramiz. Bitta balam bo'lib ketib qoldi, buzaylik buni. Ana to'g'rilab ham oldik, endi 4-chi ustunni ham quramiz. Qiyshiq ketibdi cho'ta. Ana granit aytdim-ku chiroyli dedim. Granit xohlagan uyingizga mos keladi. Agar Craftsman Games yuklagan bo'lsangiz, siz eski versiyalarni topolmayapsizmi? Google'ga kirib, bemalol Craftsman Games deb download yozib, ana shu o'ynayotgan versiyadagi Minecraft saqlanib qilib olishingiz mumkin. Uyni deraza qo'yilgan joylarini qurib olamiz. Qanday qursak deb ozgina o'ylanib turdim va mana topdim qanday qurishni ham. Uyni derazalarini, ustularini qurib oldim, endi eshikni qurish kerak. Kecham tushib bormoqda. Kechgacha tezroq uyimizni qurishimiz kerak. Kechgacha qurolmasak ham, hech bo'lmasa bitta krevat yasab uxlab olishimiz kerak. Ana eshikning joyini ham to'g'rilab oldik, endi versakni olib krevat yasaymiz. Bitta taxta qo'yib ketib qoldi, bitta krevat lapatka yasab oldik, uyni polni qurishga. Endi bitta krevat yasaymiz, ham yana eshik yasaymiz. Mana krevatni qo'yib uxlab oldik. Ertalab turib pollarni qurib, tomlarni qurib, uyni chiroyli qilib qo'yamiz. Mana turib ham oldik. Endi uyni polni quramiz. Mana uyni polga kerakli joyini ham qozib oldik. Endi navbat uyni polni qurishga. Uyni polni ham qurib oldik, endi tom derazalarni quramiz. O yo'q, taxta qilmay qolibdi-ku. Hech qilsa yo'q, baribir taxta ko'p, ularni olib kelamiz. Mana daraxt chopishga ham keldik, endi daraxtni chopib olamiz. Shu bilan aytib qo'yib, biz 25 ta bo'ldik. Endi biz birga-bir PvP o'ynaymiz. Uz bilan. Boyna aytgandek, do'stim bilan o'ynashim uchun like va podpis bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda do'stim bilan albatta ular o'ynaymiz. Survival Creative. Nima qilishimizni, qanaqa janglar o'tkazishimiz, qanaqa ishlar qilishimizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Uyni tomiga kerakli yarimtalik bloklarni yasab oldik. Endi uyni tomini ham quramiz. Qayerdan zombilar ovozi eshitilyapti. Ana zombini o'zi ham ko'rib qoldi. Mana yonib kelyapti. Endi uni o'ldirib tashlaymiz. Ana o'ldirib ham bo'ldik. Endi uyni tomini qurishga navbatni beramiz. Ana endi uyni tomini qurib bo'ldik. Endi derazalarning joyini to'g'rilab chiqamiz va sohilni qumlarni izlaymiz. Shu atrofda yana dengiz ko'rgandim. O'sha dengizdan borib, sohilni qumlarini olib kelamiz. Dengiz adashmasam mana shu taraflarda edi. Ozgina kichkina ko'lchalar bo'lsa ham izlab yuraylik qani, uni ichida bo'lishi mumkin. Mana ko'lchani ham topib oldik, afsuski buni ichida yo'q ekan. Endi boshqa dengizmi, daryomi topsak, o'shaning ichidan olishimiz mumkin. Adashmasam o'sha yerlarda ko'l bor edi. Sherlar bir qaraylik qani, yana g'orimizni topayotgan payti qaragandim. Mana o'sha ko'lni topdik ham.
Mana endi bundan olishni boshladik. Menga bir 10 tala yetadi. 10 ta olgandan keyin qolgan shisha aylantiraman. 6 tasi 16 ta shishaga teng bo'ladi. Mayda eritilgan shishaga. 16 ta shisha uyda polni shishalarni qo'yishga ketsa kerak. Mana 2 ta zombi keladi, bitta bolachali. Bolasi yomonda, shu kunduz ham yonmaydi, hech yonmaydi. Nimaga qo'shilgan shu bolachasi? Mana uyga ham kelib oldik. Endi toshlarimizni pechga aylantirib, shishani eritishga qo'yishimiz kerak. Bizga bitta sandiq va bitta pechka. Pechga nimalarni qo'yamiz? Sabzi ko'ringanda bo'libdi men inventarda. Mana endi zombidan tushgan. Chunki zombilardan 0.01% ehtimol bor. Sabzi tushish ehtimol bor-da. 0.01% bo'lsa ham ishlanib qo'yaylik, zombi kelib qolmasin. Sizlarga bitta sirni ochib qo'yay. Agar kichkina zombi bolachasi kelsa, divan ustiga chiqib olsangizlar, urilmay qoladi u, chiqolmaydi divan ustiga. Hozir topsam sinab ko'raman. Ko'rib qoldim YouTubedan. Endi bizga ozgina taxta kerak. Daraxtlarni ham chop bo'lyapman. Chop bo'lib, uyga borib ularni yoqib ko'mirga aylantirib, keyin bemalol ovqatlar bilan shishalarni eritsak bo'ladi. Birinchisi 5 ta yetadi ovqat pishirishga. Ikkinchisiga o'sha eritishga 6 ta yetadi. 10 ta qo'yib qo'yaylik. Keyin topgan bitta temarim eritishga 3 ta qo'yib qo'yay. Bitta ovqat pishirsangiz yo'l bilasiz. Pishib ham bo'lib oldik. Ana yedik. Endi inventarda sabzi bor edi. O'shalar ham qolgan turibdimi? Mana turibdi ekan. Zombi go'shtlari bizga kerak emas, terilar ham kerak emas, qum ham kerak emas. Granitlar ham kerak emas. Kirkalar ham kerak emas, lopatka bo'ldi, hech narsa kerak emas. Bitta sabzi kerak, tamom. Toshlar ham. Ana sabzini qo'yamiz, sabzini qo'ymaylik, yeylik sabzini. Keyingi qismlarda yana sabzi topsak, ferma quramiz. Mana 5 ta go'sht ham pishib o'tdi, temir ham eritdi. Ana 6-chi shisha ham pishib o'tdi, erib o'tdi. Endi 16 taga aylantiramiz. Mana zombi bolachasi keldi. Yandagi life hackim. Mana divan ustiga chiqolmay urilmayapti. Mana hech vaqt qolmay ko'rdingizlarmi? Mana bu bittadan ketadi, chunki tepasiga yarimtalik blokcha bor. Endi bularni qo'yib bo'lamiz. Mana qo'yib ham bo'ldik. Qo'ygan shishalarni ham olamiz va ularni sandiqqa joylaymiz. Go'shtni ham, bularni ham hammasini sandiqqa qo'yamiz. Mana bu dalalarga chiqib, narsalarni atlab kelaylik qani. Biroz taxtami? Mana daraxtning yoniga ham keldik, endi daraxt chopib olamiz. Daraxtni chopib bo'ldik, endi uyga boramiz. Endi tushga qoldik. Videoni shu joyda yakunlaymiz. Xayrli ishlarsizlar, sog' bo'linglar. Sizlar bilan bugun Playmaster kanali bo'ldi.